Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Telefoningizda bitta shubhali ilova, bitta begona SMS, bitta pensiyangizni tasdiqlang degan havola yoki bitta noto'g'ri ruxsat bo'lsa, sizning pensiya pulingiz firibgarlar qo'liga o'tib ketishi mumkin. Bu gap qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytilmoqda. Chunki hozir firibgarlar aynan pensionerlar, nafaqa oluvchilar. Karta orqali pul oladigan ota-onalarimiz va buvijon bobojonlarimizni nishonga olyapti. Shu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga telefoningizda nimani tekshirish kerakligini, qaysi ilovalardan ehtiyot bo'lishni, qanday SMS va qo'ng'iroqlarga ishonmaslikni, pensiya pulingiz xavfsiz bo'lishi uchun nima qilish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Agar bu ma'lumot sizga kerak bo'lsa, hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va eng muhimi, bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin. Avvallar pensiya pulini olish tartibi ko'proq oddiy edi. Ko'pchilik pochta orqali yoki bank kassasi orqali naqd pul olardi. Odam pulini qo'liga olardi, uyga olib kelardi. Kimdir aldab olmasa, telefon orqali o'g'irlab bo'lmasdi. Albatta, o'sha paytda ham firibgarlik bor edi, lekin u ko'proq yuzma-yuz sodir bo'lardi. Kimdir hujjat so'rardi, kimdir qarz bahonasida pul olardi, kimdir yordam beraman deb aldaydi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya, ijtimoiy to'lovlar ko'pincha bank kartasiga tushadi. Odamning puli telefondagi bank ilovasi, SMS kod, karta raqami, PIN kod, pasport ma'lumotlari va telefon raqami bilan bog'langan. Ya'ni telefon endi oddiy aloqa vositasi emas. Telefon ko'pchilik uchun hamyon, bank, hujjatlar papkasi va shaxsiy kabinetga aylangan. Mana shu joyda xavf paydo bo'ladi. Firibgar pensionerning uyiga kelmasdan ham uning pulini olib qo'yishi mumkin. Qanday qilib? U odamga qo'ng'iroq qiladi. O'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili, soliq idorasi, mahalla xodimi yoki hatto ichki ishlar vakili deb tanishtiradi. Keyin kartangiz blok bo'ladi, pensiyangiz to'xtaydi. Pulni qayta ro'yxatdan o'tkazish kerak. Telefoningizga kod keldi. Ayting, ilovani o'rnating. Havolaga kiring deydi. Odam qo'rqib aytilgan ishni qiladi. Natijada firibgar uning kartasidagi pulni yechib oladi. Men bu yerda eng muhim narsani aniq aytaman. Davlat sizning telefoningizdagi oddiy ilova uchun pensiyangizni bekor qilib qo'ymaydi. Lekin telefoningizda zararli ilova bo'lsa yoki siz firibgarga kod bersangiz, pensiya kartangizdagi pulni firibgarlar olib qo'yishi mumkin. Odamlar pensiyamni olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida esa pul bank kartasidan o'g'irlangan bo'ladi. Shuning uchun bugungi mavzu telefon xavfsizligi bilan bevosita bog'liq. Avvalo, kimlar ko'proq xavf ostida ekanini tushunib olaylik. Birinchi navbatda pensiya yoki nafaqasini bank kartasiga oladiganlar xavf ostida. Ikkinchi navbatda telefonida bank ilovasi bor. Lekin parol va xavfsizlik so'zlamalarini yaxshi bilmaydiganlar xavf ostida. Uchinchi navbatda bolalar yoki nevaralar ochib bergan karta va ilovadan foydalanadigan, lekin kod nima, OTP nima, tasdiqlash nima ekanini aniq tushunmaydigan odamlar xavf ostida. To'rtinchi navbatda telefonga kelgan har qanday SMS'ni ochadigan, Telegram yoki WhatsApp'dagi har qanday havolani bosadiganlar xavf ostida. Masalan, oddiy vaziyatni olaylik. 68 yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Pensiya kartasiga tushadi. Bir kuni unga qo'ng'iroq bo'ladi. Qo'ng'iroq qilgan odam men bank xavfsizlik bo'limidanman. Kartangizdan shubhali operatsiya bo'lyapti. Hozir bloklab qo'ymoqchimiz deydi. Otaxon qo'rqadi. Firibgar telefoningizga 6 xonali kod keldi. Menga ayting, shunda pulingizni saqlab qolamiz deydi. Otaxon kodni aytadi. Aslida bu kod bank ilovasiga kirish yoki pul o'tkazishni tasdiqlash kodi bo'ladi. Bir necha daqiqadan keyin kartadagi 20.200.000 so'm boshqa hisobga o'tib ketadi. Otaxon bankka borsa, siz kodni o'zingiz aytgansiz deyishadi. Mana eng ko'p uchraydigan holat shu. Yana bir misol. 72 yoshli onaxon Telegramda pensionerlar uchun qo'shimcha yordam puli ro'yxatdan o'ting degan xabar oladi. Xabarda chiroyli rasm, gerbga o'xshash belgi, faqat bugun degan yozuv bo'ladi. Onaxon havolani bosadi. Sayt bank yoki davlat sayti kabi ko'rinadi. Undan ism, familiya, pasport raqami, karta raqami, amal qilish muddati va SMS kod so'raladi. Onaxon yordam puli olish uchun kerak ekan deb to'ldiradi. Bir soatdan keyin kartadagi pensiyasi yechib olinadi. Bu yerda ham muammo davlat to'lovi emas, soxta havola bo'ladi. Uchinchi misol.
Bir kishi telefoniga pensiya hisobini tekshirish degan nomdagi ilovani o'rnatadi. Bu ilova rasmiy do'kondan emas, begona havola orqali yuklab olingan bo'ladi. O'rnatilganda ilova telefondagi SMS'larni o'qishga, kontaktlarga kirishga, ekranni boshqarishga ruxsat so'raydi. Odam e'tibor bermay ruxsat berish tugmasini bosadi. Shundan keyin firibgarlar SMS kodlarini ko'rishi, bank ilovasiga kirishga urinishi. Ayrim hollarda telefondagi ma'lumotlardan foydalanishi mumkin. Telefon egasi hech narsani sezmaydi. Lekin ichkarida xavfli dastur ishlab turadi. 4-misol yanada murakkab. Odamga qo'ng'iroq qilib, sizning nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda. Darhol himoya qilishimiz kerak deyishadi. Keyin AnyDesk, Rustdesk, TeamViewer kabi masofadan boshqarish dasturlarini o'rnatishni so'rashadi. Bu dasturlar o'zi yomon emas. Ular mutaxassislar uchun foydali bo'lishi mumkin. Lekin firibgar sizni aldab o'rnattirsa, u telefon ekraningizni ko'rishi va ayrim harakatlarni siz bilan birga boshqarishi mumkin. Natijada bank ilovasiga kirishingizni, SMS kod kelishini, karta ma'lumotlarini ko'rish ehtimoli bor. Shuning uchun men har doim aytaman. Sizga qo'ng'iroq qilgan begona odamning iltimosi bilan hech qachon masofadan boshqarish ilovasini o'rnatmang. Endi telefoningizda aynan nimalar bo'lsa xavfli, shuni tushuntiraman. Birinchisi, nomi g'alati bo'lgan. Qayerdan o'rnatilganini eslay olmaydigan ilovalar. Masalan, pension bonus, davlat to'lovi, bank security, karta himoyasi, pul tekshirish, SMS reader kabi nomlar bilan aldaydigan ilovalar bo'lishi mumkin. Rasmiy ilova do'konda ham ba'zan shubhali ilovalar chiqadi. Lekin ayniqsa Telegramdagi havola orqali yuklab olingan APK fayllar xavfli. Ikkinchisi, SMS'larni o'qishga ruxsat olgan keraksiz ilovalar. Oddiy chiroq ilovasi, ob-havo ilovasi, musiqa yuklash ilovasi yoki o'yin nega sizning SMS'ingizni o'qish kerak? Agar ilova o'z vazifasiga aloqasi bo'lmagan ruxsatlarni so'rasa, bu xavf belgisi. Bank kodlariga ko'pincha SMS orqali keladi. SMS'ni o'qiy oladigan zararli dastur firibgarga katta imkoniyat beradi. Uchinchisi, accessibility, ya'ni maxsus imkoniyatlar xizmatiga ruxsat olgan begona ilovalar. Bu so'zlama aslida ko'zi ojiz yoki telefonni boshqacha usulda ishlatadigan odamlar uchun yaratilgan foydali imkoniyat. Lekin zararli dasturlar undan ekrandagi tugmalarni bosish, matlarni ko'rish yoki ayrim amallarni avtomatik bajarish uchun foydalanishi mumkin. Agar telefoningizda notanish ilova shu ruxsatga ega bo'lsa, juda ehtiyot bo'ling. 4-si, bildirishnomalarni o'qish ruxsati. Ba'zi dasturlar telefon ekraniga kelgan xabarlarni ko'ra oladi. Bu ham xavfli bo'lishi mumkin, chunki bankdan kelgan tasdiqlash xabari bildirishnoma sifatida ko'rinadi. Odam, men kodni hech kimga aytmadim deydi. Lekin zararli ilova kodni bildirishnomadan o'qigan bo'lishi mumkin. 5-si, telefonda ekran qulfi yo'qligi. Ba'zi odamlar uyda yuraman, menga parol kerak emas deydi. Bu noto'g'ri. Telefon yo'qolsa, mehmon qo'liga tushsa, tanish odam olib qarasa, bank ilovasi ochiq bo'lsa, pul xavf ostida qoladi. Telefoningizda kamida 6 xonali parol yoki biometrik himoya bo'lishi kerak. Faqat Bin Begin, 1234, tug'ilgan yil kabi oson parollarni qo'ymang. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz telefoningizga faqat rasmiy do'kondan ilova o'rnatsangiz, bank ilovangizni faqat o'zingiz ishlatsangiz, SMS kodni hech kimga aytmasangiz, begona havolalarni bosmasangiz, karta ma'lumotlarini hech kimga bermasangiz va telefoningizda ekran qulfi bo'lsa, xavf ancha kamayadi. Lekin men ehtiyotkorman deb butunlay xotirjam bo'lib qolish ham to'g'ri emas. Firibgarlar doim usulini o'zgartiradi. Bugun pensiya tekshiruvi desa, ertaga kompensatsiya, indinga subsidiyangiz tasdiqlandi deyishi mumkin. Endi istisnolar, yashirin tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi nozik jihat. Rasmiyga o'xshagan narsa har doim rasmiy bo'lavermaydi. Saytda bayroq, gerb, davlat idorasiga o'xshagan nom, chiroyli logo bo'lsa ham, bu uning haqiqiyligini isbotlamaydi. Firibgarlar rasmiy internetdan olib qo'yishi mumkin. Haqiqiy rasmiy sayt manzili to'g'ri yozilgan bo'ladi. Unda ortiqcha harflar, g'alati belgilar, bepul domenlar bo'lmaydi. Masalan, davlat pul olish degan nomlar shubhali. Rasmiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotni faqat rasmiy idora, bankning o'zi yoki ishonchli davlat xizmatlari orqali tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat, bank xodimi hech qachon sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensiya jamg'armasi vakili ham karta parolingizni so'ramaydi. Ichki ishlar xodimi ham sizdan bank ilovasiga kirishni, pulni xavfsiz hisobga o'tkazishni talab qilmaydi.
Agar qo'ng'iroq qilgan odam shoshilsa, qo'rqitsa, hozir qilmasangiz pensiyangiz blok bo'ladi desa, bu deyarli har doim firibgarlik belgisi. Uchinchi nozik jihat, firibgarlar siz haqingizda ayrim ma'lumotlarni bilishi mumkin. Masalan, ismingizni, qaysi bankdan karta olganingizni, yoshingizni yoki yashash hududingizni aytishi mumkin. Odam shunda haqiqiy xodim ekan, men haqimda biladi-ku deb ishonadi. Lekin bugun ma'lumotlar turli joylardan tarqalishi, eski ro'yxatlar, ijtimoiy tarmoqlar, e'lonlar yoki boshqa manbalardan olinishi mumkin. Biror odam sizning ismingizni bilgani uning rasmiy xodim ekanini anglatmaydi. To'rtinchi nozik jihat, firibgarlar ko'pincha bolalar va nevaralar nomidan ham foydalanadi. Masalan, onajon, men avariyaga uchradim, tez pul yuboring degan xabar keladi. Yoki Telegramda nabiraning rasmi qo'yilgan akkauntdan yozishadi. Bunday holatda darhol pul yubormang. Avval o'sha odamning o'ziga boshqa raqam orqali qo'ng'iroq qiling. Agar javob bermasa, yaqin qarindoshiga qo'ng'iroq qiling. Shoshilinch vaziyatda odam xato qiladi. Firibgarlar aynan shoshqaloqlikdan foydalanadi. 5-nozik jihat. Telefon raqamingiz ham pulingiz kaliti bo'lishi mumkin. Chunki bank ilovasi, SMS kodlar, ko'plab xizmatlar telefon raqamiga bog'langan. Agar sim kartangiz boshqa odam nomida bo'lsa yoki eski raqamingizni ishlatayotgan bo'lsangiz, xavf paydo bo'ladi. Imkon qadar bank kartangiz bog'langan raqam o'z nomingizda bo'lsin. Agar raqamingiz yo'qolsa yoki sim karta ishlamay qolsa, darhol operatorga va bankka murojaat qiling. 6-nozik jihat. Telefonni ta'mirlashga berganda ehtiyot bo'lish kerak. Agar telefoningizda bank ilovasi, suratlar, hujjatlar va SMSlar bo'lsa, uni begona ustaga parolsiz berish xavfli. Ta'mirga berishdan oldin imkon qadar bank ilovasidan chiqib qo'ying. Muhim ma'lumotlarni himoyalang, sim kartani olib qo'ying. Agar telefon umuman ishlamay qolgan bo'lsa, ishonchli servisga boring va karta hisobingizni bank orqali vaqtincha nazorat qiling. 7-nozik jihat. Oila a'zolari ham ba'zan bexosdan xavf tug'diradi. Masalan, nevarangiz telefoningizga o'yin o'rnatadi. Reklamadagi havolani bosadi, begona fayl yuklaydi. Siz esa keyin shu telefondan bank ilovasiga kirasiz. Shuning uchun pensiya kartasi bog'langan telefonni hammaga berib yubormaslik kerak. Agar bolalar o'yin o'ynasa, alohida profil yoki boshqa qurilma ishlatgani ma'qul. 8-nozik jihat. Pulni qaytarib beramiz degan ikkinchi firibgarlik. Afsuski, pulini yo'qotgan odam yana aldanishi mumkin. Firibgarlar, biz yo'qolgan pulingizni topib beramiz. Bankdagi odamimiz bor. Oldin xizmat haqi to'lang deb yana pul so'raydi. Hech qachon bunday odamga ishonmang. Yo'qolgan pul bo'yicha faqat bank, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va rasmiy murojaat kanallari orqali ish ko'riladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Telefoningizni hoziroq tekshiring. Birinchi qadam, ilovalar ro'yxatini oching. Android telefonda sozlamalarga kiring. Ilovalar bo'limini toping va o'rnatilgan ilovalarni ko'ring. iPhone bo'lsa, asosiy ekrandagi ilovalarni va sozlamalardagi dasturlar ro'yxatini tekshiring. Qaysi ilovani tanimasangiz, uni darhol internetdan tekshiring yoki ishonchli odamdan so'rang. Agar ilova sizga kerak bo'lmasa va qayerdan kelganini bilmasangiz, o'chirib tashlang. Ikkinchi qadam, ruxsatlarni tekshiring. Sozlamalarda maxfiylik yoki ruxsatlar bo'limiga kiring. SMS, kontaktlar, kamera, mikrofon, joylashuv, bildirishnomalar va maxsus imkoniyatlar ruxsatini qaysi ilovalar olganini ko'ring. Bank ilovasi, aloqa ilovasi, xarta kabi kerakli dasturlardan tashqari g'alati ilovalar bunday ruxsat olgan bo'lsa, ruxsatni o'chiring yoki ilovani butunlay olib tashlang. 3-qadam, bank ilovangizni yangilang. Ilovani faqat rasmiy ilova do'konidan yangilang. Telegramdagi yangi bank ilovasi xavfsizlik yangilanishi degan havolalarga kirmang. Bankning haqiqiy ilovasi nomi, ishlab chiquvchisi va sharhlarini tekshiring. Agar shubha bo'lsa, bankning rasmiy kol markaziga kartangiz orqasidagi yoki rasmiy saytdagi raqam orqali qo'ng'iroq qiling. 4-qadam, SMS kod qo'ydani yodlab oling. Telefoningizga kelgan bir martalik kodni hech kimga aytmaysiz. Hatto odam o'zini bank xodimi desa ham, pensiya idorasidanman desa ham, ichki ishlardanman desam aytmaysiz. Kod faqat siz operatsiya qilayotganingizda o'zingiz kiritishingiz uchun keladi. Kodni aytash pulingiz kalit topshirish bilan barobar. 5-qadam, karta ma'lumotlarini himoya qiling. Karta raqami amal qilish muddati, orqa tarafdagi 3 xonali kod va pin kod maxfiy. Ayniqsa orqa tarafdagi kodni hech kimga aytmang.
Agar kimdir pensiya tushishi uchun kartaning orqa raqamini ayting desa, bu firibgarlik. Pensiya tushishi uchun odatda katta rekvizitlari bank tizimida bo'ladi. Sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ralmaydi. 6-qadam. Bankka limit qo'ying. Ko'p bank ilovalarida kunlik pul o'tkazish limiti, internet to'lovlarini cheklash, kartani vaqtincha bloklash imkoniyati bor. Agar siz kartadan faqat pensiya olish va do'konda to'lash uchun foydalansangiz, onlayn o'tkazmalar limitini pasaytirib qo'yish foydali. Masalan, kartangizda 20 million 5 ming so'm bo'lsa, bir kunda 20 million 500 ming so'mni boshqa kartaga o'tkazib yuborish imkonini ochiq qoldirmang. Limit kichik bo'lsa, zarar ham kamayadi. 7-qadam. Alohida pensiya kartasi va kundalik karta tartibini o'ylab ko'ring. Ayrim odamlar pensiya tushgan zahoti uning asosiy qismini xavfsizroq hisobda saqlaydi. Kundalik xarajat uchun ozroq pul qoldiradi. Bu ham yaxshi usul. Agar karta ma'lumotlari tarqalib qolsa, butun pul ketib qolmasligi mumkin. Buni bank xodimi bilan maslahatlashib, o'zingizga qulay shaklda qiling. 8-qadam. Shubhali holatda darhol harakat qiling. Agar SMS kodni aytib yuborgan bo'lsangiz, shubhali havolaga karta ma'lumotini kiritgan bo'lsangiz yoki kartadan pul yechilganini ko'rsangiz, vaqt yo'qotmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qiling va kartani bloklang. Keyin bank bo'limiga boring, operatsiya bo'yicha ariza yozing. Pul qayerga ketgani, qachon ketgani, qancha miqdorda ketgani haqida ma'lumot oling. So'ng ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Qo'lingizda SMSlar, qo'ng'iroq raqamlari, skrinshotlar, karta operatsiyalari tarixi bo'lsin. 9-qadam. Hujjatlarni tayyorlang. Agar firibgarlik bo'lsa, odatda pasport yoki ID karta, bank kartasi, bankdan olingan operatsiya ma'lumotnomasi, SMS va qo'ng'iroqlar skrinshoti. Firibgar yozgan Telegram yoki WhatsApp xabarlari havola manzili kerak bo'lishi mumkin. Arizada voqeani aniq yozing. Qaysi kuni, soat nechada kim qo'ng'iroq qildi, nima dedi, siz nima qildingiz, qancha pul yechildi. Qancha aniq yozsangiz, tekshiruv uchun shuncha yaxshi bo'ladi. 10-qadam. Yaqinlaringiz bilan oilaviy qoida belgilang. Masalan, oilada shunday qoida bo'lsin. Telefon orqali kelgan hech qanday tez pul yuboring. Kod ayting. Havolaga kiring degan talab darhol bajarilmaydi. Avval oila a'zolaridan biri bilan maslahatlashiladi. Ota-onangizga ayting. Agar kimdir qo'ng'iroq qilib qo'rqitsa, telefonni qo'yib, avval menga qo'ng'iroq qiling. Shu oddiy qoida ko'p pulni saqlab qoladi. Yana bir muhim maslahat. Rasmiy tashkilotga murojaat qilganda raqamni o'zingiz toping. Sizga qo'ng'iroq qilgan odam aytgan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmang. Bank kartasi orqasidagi raqamga, bankning rasmiy saytidagi raqamga yoki ilovadagi rasmiy aloqa bo'limiga murojaat qiling. Pensiya va nafaqa masalalarida esa mahalla tegishli ijtimoiy himoya bo'limi. Pensiya masalalariga mas'ul rasmiy tashkilot yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlashtiring. Begona havola va begona raqam asosiy manba bo'lmasin. Agar siz telefonni yaxshi tushunmasangiz, uyalmasdan yordam so'rang. Lekin yordamni tasodifiy odamdan emas, ishonchli farzandingizdan, yaqin qarindoshingizdan yoki rasmiy servisdagi mutaxassisdan so'rang. Telefoningizdagi bank ilovasiga begona odam kirib berishi, parolingizni bilishi, SMSlaringizni ko'rish to'g'ri emas. Yordam bergan odam ham sizning maxfiy kodlaringizni bilmasligi kerak. Bugun men sizga eng muhim fikrni yetkazmoqchiman. Telefoningizda shubhali ilova, begona havola, SMS kodni o'qiydigan dastur yoki masofadan boshqarish ilovasi bo'lsa, pensiya kartangizdagi pul xavf ostida qolishi mumkin. Davlat pensiyangizni shunchaki telefoningizdagi ilova uchun olib qo'ymaydi. Lekin firibgarlar sizning qo'rquvingiz, ishonchingiz va shoshqaloqligingizdan foydalanib pulingizni yechib olishi mumkin. Shuning uchun hoziroq telefoningizni tekshiring. Notanish ilovalarni o'chiring, ruxsatlarni ko'ring. Bank ilovasini himoyalang, SMS kodni hech kimga aytmang. Shubhali havolarga kirmang. Eng muhimi, bu ma'lumotni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qo'shningiz va qarindoshlaringizga yetkazing. Chunki firibgarlar ko'pincha aynan texnikani yaxshi bilmaydigan, lekin halol va ishonuvchan odamlarni nishonga oladi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, yoki kimdir sizga pensiyangiz to'xtaydi, kod ayting, havolaga kiring deb qo'ng'iroq qilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan ogoh bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Bugun bitta videoni ulashsangiz, ertaga kimningdir pensiya puli saqlanib qolishi mumkin.